Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilardilar. Parvardigor, men sen bilan borman. Sen tufayli borman. Men sening o'zing bilan qoimman. Menda bor narsaning hammasi sening fazlingdan, maqsadimning hammasi seni o'zing. Menda nima yaxshilik bo'lsa Allohdan, menda nima kamchilik bo'lsa bu o'zimdan. Agar inson shunaqa e'tiqodda yashasa, oyog'i yerdan ko'tarilib ketmaydi, kibrga, g'ururga ketmaydi. Zakovating, ilming, tajribang, infoqing bularning hammasi Alloh taoloning o'zidan, Alloh taoloning fazlidan. Meniki dema banda. Chunki Qorun qola innama utituhu ala ilmin indi degan edi. Mendagi buncha mol davlat menga mendagi ilm tufayli berildi. Meni ilmim tufayli degan edi. Keyin nima bo'ldi? Yer yutdi.